أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizlerden mümin ayollarını elişqa qurbi yetmeydiganlar qol ostidagi mümin çörelerden alsın. Allah imanınlarını obdan biladi. Yani ularning sirtqi ko'rinishiga qarab eleyveringlar. İchki ahvolini Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mehrlerini kemaytib etmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yoshirin oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Agar ular ergi tekkandan keyin fohishi qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu, yani cho'rilarni nikohlab elish, aranglarda zinaga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qila olsanglar, sizlar uchun yaxshidir. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarining hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga agishadiganlar, ya'ni shaytonga agishadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Allah sizlarning yukinglarni yeniklatishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. İnson nafsi xohishiga xiloflik qilishdan ojiz yaratildi. Ey mu'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazonixo'rlik, qimor o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yavanmanglar. İki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo setiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Kimiki chekdan eshib va zulm qilib uni, yana Allah cheklagan ishlarni qiladigan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. Agar sizlar ma'ni qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, Karimimizga elib kichik gunohinglarni yo'qqa chiqaramiz va sizlarni esil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. Ey mu'minlar, Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan orzu qilmanglar. Erler qilgan amallardan hassador bo'ladi. Ayollarmı qilgan amallaridan hassador bo'ladi. Allah'tan onun fazilini tilanglar. Allah berdi. Allah hakikaten hamma narsani bilguchidir. Her bir odamning qoldirgan tarakkisi uchun varislar tayinladik. Ular ota-onalar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahdu paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hassini beringlar. Allah haqiqatan hamma narsani bayqab turguchidir. Erler ayollarning homillardir. Bu Allah'ның ularning ba'zisini ba'zisidan, ya'ni erlarni kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganlikdandir. Yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. Erleri yenida bo'lmagan chaqlarda Allah'ның panoyida erlerinin haqlarını saqlaguvchilardir.
sizlar sarkashlik qilishlardan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa, bir to'shakda birga yotmanglar. Bumu unum bermasa, ularni adaplash maqsadida ostroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmanglar. Allah haqiqatan sizlardan ustundur, buyukdur. Allah ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Agar er-xotin ikkilanning inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Agar bu ikki kishi ularni aplashtirishni xohlasa, Allah er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Allah'a ibadet qilinglar. Uningga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, savoqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Allah mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. Ular, ya'ni mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Kishilarni bexillikqa buyuruydi. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul molni va Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sifatini yo'shirdi. Allohning ne'matini inkor qilguvchilarga xo'rlig'ichi azobni tayyorladik. Ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi. Oxirat kuniga mu ishonmaydi. Kimiki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh. Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Allah ularni obdan biladi. Qilmishiga qarab jazolaydi. Allah haqiqatan zarichi zulm qilmaydi. Agar kishining zarichi yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Biz her bir ümmetin bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad, seni bularga, ya'ni ümmetin ichidagi imonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Kafirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan tüp-tuz qilib etilishini, ya'ni yerga ko'milib, tuproqqa aylanib ketishini arzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yo'shirolmaydi. Ey mu'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima da'vatqininglarni bilgininglargacha junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno. G'usl qilmoqcha namozga yaqinlashmanglar. Agar kesal, ya'ni kesalga suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundoq ahvol ostida suv topolmasanglar, pak tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Allah haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Allah bandalarga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Ey Muhammad, kitobdan, ya'ni Tavratdan nasibi berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mo'llalarining gumrohlikni setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudilarning mikridan saqlashga Allah kifoyidir.
Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartirib etganlarmi bor. Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol. Biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'ni qilish yuzidan Raina degan so'zni tillarini agri qilib aytidi. Agar ular yuqorqi so'zlarining o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufr sabablik Allah ularni rahmetidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iman etmaydi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib, orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib etib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarni mubaddal qilishimizdan, ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi. Ya'ni Alloh biror ishqa amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimiki Allohga sherik keltirdi ekan, cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madihlaydiganlarni ko'rmidingmi? Undaq emas. Ya'ni ish ularning diginidek emas. Allah xohlagan bandasini pok qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplaganligiga qarag'in. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarni ko'rmidingmi? Ular butqa va shaytonga ishinadi. Kafirlarni ko'rsatib, bular, ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iman etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ani shular Allah rahmetidan yiroq qilgan kishilardir. Allah kimni rahmetidan yiroq qiladi ekan, uningga Allah'ның azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Yoki ularning podshohlikdan nasibisi bormi? Hech qanday nasibisi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Allah o'z fazlidan kishilarga bergan narsiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdu. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iman etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga ularning kufrga jazo berish yuzidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni dozoqqa kirgizimiz. Ularning terlari pishib tugigan chog'da azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'ichidir. Iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizimiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ularni
jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Shubhisizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. İşinglarni ko'rib turg'uchidir. Ey müminler, Allah'a, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar bir shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Bu, ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendin burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik da'vogan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzni shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular, ya'ni munofiqlarga Allah nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda sening oldinga kelib Allah bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarishishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ani shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Allah ularning dillardagini, ya'ni munofiqligini, mikrini biladi. Ulardan yuz o'rgin. Ularga nasihat qilgin. Ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchunla avatdik. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasi edi. Albatta ular Allohni kechirim qilguvchi, nihoyatda mehribon topadi. Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi datalashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqcha, ondan sening chiqargan hukminga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsimi yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklangandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargoyimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qilatdik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilatdik. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shehidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar. Bu fazil Allah tarafidandir. Allah fazil ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ey müminlar, düşmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki oranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni
mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Allah menga haqiqatan marhamat qildi. Chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim, bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'latdim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdikidek. Kashki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'latdim deydi. Dunyo tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Allah yo'lida jinini, pul melini fido qilib jihad qilsin. Kimiki Allah yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ey mu'minlar, sizlarga nim bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargin. O'z dargohingdan bizga bir igidorchilik qilg'uvchini muyassar qil. O'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Müminlar Allah'ның yo'lida jihad qiladi. Kafirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengsizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Muhammad ularga, ya'ni Mekkada turib urushishni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar. Namoz o'qinglar. Zakat beringlar degan kishilarni ko'midingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'ya Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning nimmati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutqanlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallaringlarning savobi kemaytib etilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi? Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikka erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchirsa, bu sendin, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Allah tarafidandir. Ya'ni hammasini Allah yaratgandir. Bu qavmga nim bo'ldikin, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Allah tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz bütün insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Allah yetarlikdir. Kimiki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazdi. Kimiki ey Muhammad, sendan yuz o'riydi ekan, bilginki biz seni ularga kuzatguchi, ya'ni ularning amallarini ko'zitib, amallarga qarab hisob olg'uchi qilib avatmadik. Ular, ya'ni munofiqlar amringa itoat qildik deydi.
sening yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartib etadi. Ya'ni amringga xiloflik qiladi. Allah ularning o'zgartganlarini xotirlab turadi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyuruydi. Sen ulardan yüz o'rigin, ya'ni kechirgin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchiga Allohning homiligi yetarlikdir. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdu. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Müminlarga oid amallikning yoki qo'rqinchning biror xavri ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni müminlarning ichidagi ish ustunlariga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqarguvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey müminlar, agar sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ini kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga agishib ketardinglar. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin. Ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Müminlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sidiganligimi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimiki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibisi bo'ladi. Kimiki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibisi bo'ladi. Allah hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom denglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarining cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah sheksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mahshargohga jazman yig'adi. Allohdanmi to'g'ri so'zlik kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Ey mu'minlar, sizlar nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketsizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Allah gumroh qiladi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib bermaysan. Ular sizlarning o'zlaridek kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga sig'inadiganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafmi emas, o'z qavmi tarafmi emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Allah xolisa,
ularni sizlarga musallat qilatdi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Allah ularni kuchli qilib sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qilatdi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi omonlikka erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhor qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikka erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir elinglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir elishga, o'ltirishga ro'shan pakit ato qildik. Mümin odamni sevenlik bilan emas, qasdan o'ldirishi hech durust emas. Kimiki birer müminni sevenlik bilan o'ldirib qo'ydikan, o bir mümin qulni ozod qilishi va o'ldirilguchining varislariga diyat to'lish kerak. Ular, ya'ni o'ldirilguchining varislari diyatni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'limasa hech bak yo'q. Agar o'ldirilguchi mümin sizlarga düşman kuffar qavmdan bo'lsa, bu chaqda o'ldirib qo'yguchi bir nafar mümin qulni ozod qilishi lozim. Diyat kelmaydi. Chunki o'ldirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ldirilguchi oranglarda muahide bo'lgan kuffar qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyat to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lanmagan odam, tavbasini Allohning qabul qilishi uchun üzüldürmey 2 oy roza tutishi lozim. Allah hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimiki bir müminni qasdan o'ldirdikan, uning jazosi cehennem boludu. U cehennemde mengü kalıdı. Allah'ın gazibige ve lanetiga duchar boludu. Allah onunga ahirette qattiq azap tayyorlaydi. Ey müminler, Allah yo'liga, ya'ni g'azotga atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mümin yoki kafirlikni iniq bo'lgicha o'ltirishga aldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib, salom bergan odamga dunyoning mol mulkini, g'animatni ko'zlab, sen mümin emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. İlgiri sizlarmi ana shundoq kafir edinglar. Keyin Allah sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga silishtirib, haqiqatlab ish qilinglar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Müminlardan o'zirsiz, ammo tokur keselga o'xshash o'zirsi bala buningdan mustasno. Cihatga chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib cihat qilguvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Allah mollarini, jonlarini tikib cihat qilguvchilarni cihatga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zirsi bo'lib cihatga chiqmaganlar va cihatga chiquvchilarning hammasiga Allah jannatni va'da qildi. Allah cihat qilguvchilarga büyük ecir ato qilib,
ularni özürsiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Allah ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. O'zlariga zulm qilg'uchilar, ya'ni hijratni tark etib, kuffarlar bilan birga turg'uchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilinadigan chaqda farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zimini kengri emasmidi deydi. Ani shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ani shularni Allah afu qilg'ay. Allah nihoyatda afu qilg'uchidir, nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Kimiki Allah yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimiki uydan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Allah beradi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir va nihoyatda mehribondir. Safarga chiqqan vaqtinglarda kafirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafirlar sizlarga haqiqatan o'p-o'chuq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ltirib etishdan yonmaydi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihadda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularning bir firqasi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarini ehtiyot yuzidan yenida tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin. Ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda kuzatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Düşmanlardan ehtiyotjonlik bilan ho'shyor tursin. Düşmanlar bilan urushga tayyor turish yuzidan qurollarni yenida tutsin. Kafirlar sizlarning qurollaringlardan, ashyolardan g'aflatda qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilli tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni düşmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lolmasligi uchun hammanglar birli vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va ho'shyor bo'linglar. Allah haqiqatan kafirlar uchun xor qilg'uchi azob tayyorladi. Namozdan forig' bo'lganinglarda o'ri turgan, o'ltirgan va yotgan holatinglarda Allohni yod etinglar. Allah sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. Düşmanning orqasidan qo'g'lashga susluq qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'alabini Allohdan umid qilasizlar. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ey Muhammad, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatkini bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nozil qildik.
xoinlarning tarafini olmag'in. Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qilg'uvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Allah haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yoshirdi. Allohdan xijil bo'lib yoshirmaydi. Ular Allah razı bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'hton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Allah ular bilan birlaydi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi. So'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Allah tamamen bilguchidir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini kim ulardan dabi qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? Kimiki birer yomonlik yoki o'ziga birer zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'uchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'radi. Kimiki qasddan birer gunoh qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimiki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga chaplasa, u shu bo'htonni va ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. San qilcha ziyon yetkazmaydi. Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayib ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Ularning yo'shirin so'hbatining to'lisidan xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni ablashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin so'hbati buningdan mustasno. Kimiki u ishlarni Allohning roziligini tilash yusidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimiki o'ziga mo'jizlar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga agishidi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy. Allah o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimiki Allohga sherik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozg'an bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar Allohni qo'yib, faqat o'zlari tishi nomlar bilan atvagan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan ijro qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondakilarni egallayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xomxiyol qildiraman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahar paylarning butlarga nazr qilib belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirib etishga, ya'ni
qullarni oqti qilish. Ularga men o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimiki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutar ekan, u dunyo va oxiratda ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xom xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Ani shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stangna eqib turadigan jannatga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahadi bo'lmaydi. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimiki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilchi kamaytib etilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda İbrahimning diniga ergashgan kishidan dinni jihatda yaxshiroq odam bormi? Allah İbrahimni do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalaridir, mahluqotlardir. Allah hamma narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, senden ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Allah sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning murosiga oid oyatlarmi fatvo berdi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo berdi-ki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni ergi bermaysizlar. Ya'ni munda qilmasliqinglarga fatvo berdi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqani bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Ayollarga va yetimlarga qandoqli yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Allah uni bilib turadi. Ya'ni shuningga asosan Allah sizlarni mukofotlaydi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah sizlarni mukofotlaydi. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bodakmi emas, yo'qdekmi emas, esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusuringlarni tuzasanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi.
agar ikkisi üzülüşüp ketsa, Allah öz fazili bilan ularning birsini ikkinchisidan bihojat qiladi. Allahning fazili kengdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allah'ningdir. Ya'ni Allah'ning mulkidir, mahluqotidir. Sizlardan ilgari kitap berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allah'ning mulkidir, mahluqotidir. Allah mahluqotdan bihojatdir. Madihiga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allah'ningdir. Ya'ni Allah'ning mulkidir, mahluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Allah yetarlikdir. Ey insonlar, agar Allah xohlasa, sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Allah buningga qodirdir. Kimiki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'ygunki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bandalarining so'zlarini anglab turguchidir. Bandalarining amallarini ko'rib turguchidir. Ey müminler, Xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdimi, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilgichi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa, uningga ish og'irtmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'ladiganligini obdan biladi. Nafsi xohishinglarga agishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi paketni burmilasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Ey müminlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Allah uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimiki Allahni, Allahning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Iymon etgan, ondan kofir bo'lgan, ondan iymon etgan, ondan kofir bo'lgan, ondan kufrda azvayligan, ya'ni shu kufr bilan o'lgan kishilarni Allah mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklamaydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutadi. Ular kofirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarni do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chig'inglarda, ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmigicha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolsizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ular, ya'ni munofiqlar
sizlarga hodisa kelishini kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kafirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kafirlar zafer topsa, ular kafirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mo'minlardan saqlamadikmi deydi. Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kafirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishadi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Ular namoz uchun turganda xo'shyoqmaslik bilan turadi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozg'ini yod etadi. Munofiqlar kufr bilan iymon orasida arsalda bo'lib turadi. Ne ularga, ne bularga mansub emas. Ya'ni mo'minlarga mu, kafirlarga mu mansub emas. Kimni Allah gumroh qilgankan, uningga hargiz mu to'g'ri yo'l topolmaysan. Ey mo'minlar, mo'minlarni do'st tutishni qo'yib, kafirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allah'ның ro'shan pakiti bo'lishini xohlamsizlar? Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavitiga, ya'ni qa'riga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yepishgan, dinni Allah üçün xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ani shular mo'minlar bilan billa, ya'ni ularning qatoridadir. Allah mo'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Allah sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qilguvchini mukofotlaguchidir. Hammani bilguchidir. Avlod ovozliq asarlari